O'shuning uchun otalarimiz aytishardiki, uyga kirib dam olib chiqay deydi. O'zi sanatoriyadan kelyapti qarang. Otalarimiz, avvalgi otalarimiz o'zi sanatoriyadan dam olib kelyapti yoki to'ydan kelyapti, ish qilib kelmayapti. Nima deydi? Uyga kirib bir dam olib chiqay deydi. Mehnat qilib kelmayapti o'zi. Dam olib kelyapti, dam olib chiqay deyapti uyga kirib. Nimaga? O'sha uyga kirib ayolining chehrasini ko'rganda, ayolining go'zal muomalasini eshitganda dam oladi erkak. Xotirjam bo'ladi. Bu uyga kirib bir dori ichib chiqay degani. O'sha ayolining go'zal muomalasi unga shifoda. Erkak kishi uyda dam oladi, boshqa joyda emas. Erkak kishi uyda dam olish kerak, uyda xotirjam bo'lish kerak. Endi qachon uyda xotirjam bo'ladi, qachon uyda dam oladi desa, o'sha uydagi ayoli unga go'zal muomala qilsa, chiroyli kutib olsa, unga xuddi qirollardek muomala qiladigan bo'lsa, keyin o'sha erkak uyga talpinadi, uyda dam olib chiqaman deydi.